Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda ham mazali va birpasda tayyor bo'ladigan muzdekini ice tea tayyorlaymiz, ya'ni mevali choy tayyorlaymiz. Yozning issiq kunlarida ayni muddao bo'ladigan choyni uy sharoitida juda ham barakali va mazali usulda tayyorlashni o'rganamiz. Bizga kerakli bo'lgan mahsulotlarning to'liq grammlarini video tagida yozib qoldiraman. Demak, bitta idishga karkadet, mevali choy, miyata, shakar, apelsin, limon, olma mevalarimizni ketma-ketlikda solamiz. Qaynoq suv quyamiz. Limon va apelsinlarni suvini siqib qo'shib yuboramiz. Olmamizni ham kubik shaklida to'g'rab qo'yib yuboramiz. Bu choy uchun karkade asosiy rang va maza ham beradi. Juda ham chiroyli qizil rangni beradi. Karkade bozorlardan topishingiz mumkin. Mevalarimizni, shakar hammasini birgalikda aralashtirib, ustiga yana biroz suv quyamiz va qopqog'ini yopib 20 daqiqaga dimlab qo'yamiz. 20 daqiqadan so'ng sitadan o'tkazib olamiz va muz bo'laklarini solib mazza qilib tanovul qilish mumkin. Juda ham chiroyli ranglari, juda ham mazali choyimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring. Telegram kanalimizga ham ulanib oling. Telegram kanalimiz linki video tagida yozib qoldirilgan. E'tiboringiz uchun tashakkur. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. Sizlarga cheksiz hurmat bilan Mahfuzaxon Rahimova.